Elbette istiqlal körürmelleri bilisiler. Muhaciret hayatımızda yıllardan bu yan şu bir kesellik. Bu hem de her kandak ekranda adam bazı değişti mi hicil olan işlemde namussuzluk, kaşşaklık demdik hem de. Dini alimlerimizin teklif bulduk. Tibbi noktadan mı hatta alimlerimizle birlikte Xitayning şu aşxana, dükkan, uya biyada setilayotgan bu paskini yunda axlatlarni bizdek qatliamga uchrayotgan shundaq bir fojiani yashayotgan bir millatninki aslida bundaq bir temada suhbat qilish uchun bugun o'ltirmasligimiz kerak, normal bo'lgani bu yani. Buni xiyolimizga ham keltirmasligimiz kerakdi. Ammo buningga majbur bo'lib qolyapmizda endi qanchadan qatim diniy nuqtadan olimlarni taklif qildik. Tibbiy nuqtadan uninki ichidagi bu axlat yundularning ichidagi paskina haram narsalarning bor ekanligini ham doktorlarimiz o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ammo nima sababdan keyin pat-pat ijtimoiy fikr vositalarida hali hattoki normalda diniy halal haram narsaga diqqat qildi deb sirtdan qaramoqqa qaraldigan insonlarning ichidanmi bu axlat chavalarni setayotgan yoki shuni iste'mol qilayotgan va buni ayıplab ijtimoiy fikr vositalarida o'tirga kun tartibga kelgan vaqtida yana buning chaparmanlari har xil insonning ko'nglini erishtiradigan shaklda bahona sabablarni o'tirga qo'shib tirishayotgan bir ahvolni realligimizni ko'ryapmiz. Shunga bilgan bu temada to'xtalish uchun o'tiribdik. Doktor, bevosita albatta bo'layotgan ishlarni anglab kelyapsiz sizmi ijtimoiy fikr vositalarida. Mushu yaqinda shu masala biroz kun tartibga kelgan bo'ldi. Shunga bu realligimizdagi bu ko'rib turayotgan bu ahvolni qanday tushunamiz siz Jalil? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi mening qarashimcha bu xil Xitoyda ishlangan mahsulotlarni iste'mol qilish havasidan qutulolmaslik. Bir nihoyatda cho'nqur bir mustamlikada shakllangan qulluq zehniyatining bir ifodasi deb o'ylayman. Xo'sh. Biz hammamiz Qur'oni Karimda şu Bani İsrail qissasini jiq ya angladik ya o'qidik. Qur'oni Karimdagi Bani İsrail qissasida bizning diqqatimizni ajoyib tortadigan bir voqea bor. Biz bu yerda bu qissaning hammani so'zlab bo'lolmaymiz, ammo Xo'sh. bizga munosabatli bir taraf bor. Ayni vaqtda Musa alayhissalom Alloh tarafidan vahiy nozil qilinib payg'ambar bo'lgandan keyin Turkiyada yerida. Andan keyin bu Misrga avatildi. Misrga avatilishga cho'ng maqsadlarning biri amaliyotda shu Fir'avnning zulmi ostida uzun yoki qul bo'lib jafo mushaqqat chekayotgan, zulm ko'rayotgan shu İsrail o'g'illarini, ya'ni Bani İsrail qavmini qutqizish muhim vazifalardan biri edi. Shunlar Musa alayhissalom avatildi. Musa alayhissalom u yerga bordi, bir qator mujodila bo'ldi Fir'avn bilan, buni bilamiz. Shunlar Allohning o'rinlashtirishi va yordami bilan ular Musa alayhissalomga ergishib, hozir Qizil dengizni kesib o'tib Fir'avndan qutuldi. Fir'avndan qutuldi. Fir'avn Qizil dengizda suvda halok qilindi. Mana bu Musa alayhissalom haqidagi cho'ng bir ramka. Endi bu biz kelmoqchi bo'lgan nuqta dal bu qutulgandan keyin. Ya'ni Bani İsrail eng cho'ng dushmani bo'lgan Fir'avn halok qilindi. O Misrdagi o jafo mushaqqatlik o qulluqdan qutuldi. Shuning bilan Alloh Sura Tahoda shu Bani İsrail qutqizilgandan keyin nozil qilgan bir oyat bor. Bu oyatda munda deydi. Ey İsrail evladı, ey İsrail evladı. Biz sizlarni haqiqatan sizlarni dushmanlardan qutqizdik. Xo'sh. Shunday qutqizib sizlar turadigan bir yer, ya'ni shu Turtag'ining o'ng tarafini sizlar turadigan hozir makon qildik. Endi bu Turtag'i qayerda desa, amaliyotda butun ish boshlangan yer. Ya'ni Musa alayhissalomga tunji qatim Alloh payg'ambarligini bildirgan vahiy nozil qilgan yer. Endi Bani İsrailni dal shu vahiy nozil qilingan tog'ning o'ng tarafida turg'izdi.
Ve onundan keyin dediki, eee sizlarga hamda, yani siz yaşaydigan bir makan, düşmanlardan qutqizdik, yaşaydigan makan verdik, hamda nima yeymizkin deb hem qalmanglar, sizlarga biz taranjibin bilan budunni tushirib berdik dedi. Yani Bani İsrail yeyişi için taranjibin bilan budunni tushirib berdi. Hamda bu Sura Baqaradagi yana bir oyatda bu Bani İsrail kavmining Allah bu taranjibin bilan budunni maslarga tushirib berdim degandan keyin ularning qanday inkos qaytarganligini ko'ralaymiz. Şunun bilan Allah yana şu Sura Baqaraning 61-oyatida deydi. Öz vaqtida sizlar Sina cho'lida taranjibin va buduni bilan oziqlanayotgan vaqtinglarda sizlar Musoga dedinglar dedi. Musoga dedinglar. Musa biz bir xil yemeklikka chidab turolmadik. Sen biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsak, yesimok, piyozlarni o'stirib bersin dedi. Musa alayhissalom dediki, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni sizlar o'sha piyoz, samsak, ko'ktatni o'sha taranjibin va budunidan ortib ko'ramsizlar. Bo'ptunda sizlar bir shaharga kelinglar, shu yerda tiligininglar bor deb Musa alayhissalom aytdi. Ko'ngli yerim bo'ldi. Şunun bilan ular xorliqda va muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Ondan keyin yana bir oyatda, yana bu Sura A'rofning 160-oyatida Allah yana tilga oladi. Ularga bulutni soyabon qilib berdik. Ularga taranjibin bilan budunni tushirib berdik. Hatto ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatlikini, go'zal narsalarni yanglar. deb shunda dedi. Ve ondan keyin bizga ular bu ne'matlarga nonko'rlik qilib bizga ziyon solmadi. Ammo o'zlariga o'zi zulm qildi dedi. Qanday zulm qildi? Ustidagi oyatda deganiga o'xshash, xorliqdan, muhtojlikda qoldi. Endi bu yerda biz bu tarixiy sahnani ko'z oldimizda jonlantirsak, Bani İsrail qavmi burun nima ish qildi? Qutulishdan burun Bani İsrail qavmi Fir'avnning tapını ostida dastlab chayinayotgan, qul qilinayotgan, zulmlanayotgan bir qavm edi. Xo'sh. O'g'illari tirik qoldirilib, qizlari o'ldirilgan bir qavm edi. Endi ular amroq ular hozir yig'ish kelib ketgan u piyoz, samsoq, yesimoqlar amaliyotda bu Bani İsrail qavmi shu Fir'avn davrida qulluq vaqtida shular yeydigan yemeklikdi. Shular yeydigan yemeklikdi. Amaliyotda Bani İsrail bu yerda erkinlikka erishib, Allah ularga ular yeydigan yemeklikdanmi bir yaxshi yemek tushirib bergan vaqtda ular yana o'zining qulluqdagi yemekliklarini segindi. Men bu oyatning tafsirini Nu'man Alixon ustozinikidan anglab ilhom oldim. O Nu'man Alixon shunday dedi. Amaliyotda o sig'ingan o tamoqlar mohiyatda shu qulluq hayotni sig'inish. Xo'sh. Qulluq hayotni sig'inish dedi. Bu xuddi bir turmada uzun yotgan birisi deydi. Mahbuslikda. Amaliyotda turmaning tamoq dunyoda nachar tamoq bo'ldi-ku hamda. Xo'sh. Shular turmadan chiqqandan keyin bir mezgil o'tganda ba'zida turmadagi tamoqni sig'inib qoldi shu. O degan bilash tamoqlarmi bo'ldi ekan. Amaliyotda ular tamoqni emas, tamoq yeyilgan muhitni ma'lum darajada uning ruhida izdolar qolganligini ko'rgan oldi. Men beshimdan o'tgan bir narsani desam, biz 1992-yildan 95-yilgacha Qo'ta viloyatlik Darul Ma'lumda o'qidik. Men o'qidim shu yerda. Menimcha shu maktabda o'qigan turgan bolalarga o'rtaq bir kechirmish bo'lishi mumkin. O maktabning tamoqi hamda haddan ziyod nachar. Xo'sh. Hem nachar desak, deymiz endi faqat yo'qni yaxshiroq desak, kim biz selishtirib olmaydi. Ammo boshqa maktabga selishtirgan vaqtda maktabning tamoqi atiylikda qaynoq suv bilan bir parcha kakcha, tushdi suyqash, kechdi mo'm bilan sayab. Biz 3 yil shu tamoqni yedik. O'qish bitirgandan keyin qiziq bir ish esimda. Og'illar bilan birga kelib qilib, ben o'qigan bolalar bilan. Bir necha yildan keyin turib, shu suyqashni sig'indik deyishdi. Ya'ni shu biz shu chog'da nəhayət qutuluşunu xalaqan yigimiz kelməyən suyqaşını
biz sığındık aslında. Ameliyatda bu yerdeki bu Beni İsrail'in onu sığınışı yani Allah düşürüp bergen nimetini kayırıp koyup durup az sığıngan tamaqı burun yep göngen tamaqı. Yani o burungu turmuş adetini sığınadı. Xoş. Burungu turmuş adetini sığınadı. Allah ularga burungu näselerini bermek, yeni bir näse bir iş arkalık ularni yeni bir erkinlikka adetlendirishni maqsad qiladi. Ve ularga erkinlikni o'zining bir rohat rayonidan chiqish bilan, muayyan bedel to'lash bilan andan keyin tetiladigan narsa ekanligini so'zlayadi. Demek bu asli uzak muddet mustamlikada qulluqda yashagan millatlarning qilib tashlaydigan bir qilmish ekanligini biz Bani İsrail qavmining bu qilmishidan ko'ra olishimiz mumkin. Endi biz o'zimizga tatbiqlagan vaqtimizda Xitoyning mustamlikasida yashagan uzun bo'ldi. Hozir nurg'un men dastlabda anglagan vaqtda bir xil g'alatilik his qilgandim. Bularmi xunniyo deganga o'xshash ichimliklarni do'konlarda sotilayotganligi. Andan keyin aniqlam Xitoy markasi bosilgan, Xitoy zavodlarida ishlab chiqilgan pentoza ve ondan başka teyyarçöp, ondan başka vakaqa şirketi işleyen bir eydikeyne deb nahayet intayın biz vatanda vaqtda nahayet can narsa, sağlamlıqqa ziyonliq narsa deyotgan shu narsalarni bu Turkiyaga ech qilayotganligi, setilayotganligini anglagandan keyin men nahayet cho'chidim ham. Cho'chidim desam oddiy bo'lishi mumkin bu gapni hissiyotimni ifodalash uchun. Jiq kichik gap qoldi. Hangtan qoldik desak bo'lishi mumkin. Ama ben bu ayetni o'qib, bu tafsirini ko'rgandan keyin, amaliyotda biz bu erkin muhitda siqilib etibmiz. Erkin muhitning ne'matlari bizga qul yashagan vaqtdagi turmush odatlarimizni, ko'ngan xuylarimizni tehi o'zgartirmabdi. Hatto biz hala shu holatni sevinib etibmiz. İçimizdeki bu sevinç bilip bilmey bizning elimizga hukmronlik qilib, balkim shu narsalarni yeyishni, shu narsalarni sevinishni ichki jihatdan ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Endi bu o'ylasa bir tarafdan dushmandan qo'rqish, bir tarafdan dushmanning itib bergan narsalarini omroq qo'yib qilish va odatlanib qilishning nihoyatda ajoyib bir ish ekanligini. Hatta bu nuqtadan aytgan vaqtda haqiqiy qulluqning bizning tashqi dunyoimizda emas. Biz yashayotgan davlat bir siyosiy tuzumdan bekrak haqiqiy qulluqning ichimizda ekanligini ko'ramiz. Ya'ni Bani İsrail gerçi Musa Aleyhisselam'a ergişi Firavundan qutulgan bo'lsa-mu, ularning ruhiy dunyosi hala Firavundan qutlanmagan. Ularning ma'naviy dunyosi hala Firavun hukmronligidagi u turmushdan texi to'liq qutulolmagan. Demek bizning mi shunda bo'lyapti? Bizmi qutulanmayapmiz. Bu biz ba'zi deymiz, davoyimizga eng chong to'solg'u nima? Davoyimiz uchun eng chong to'solg'u nima degan vaqtda ba'zida bizning davoyimiz uchun eng chong to'solg'u ba'zi vaqtda deb o'ylayman. Bugungi dunyo tuzilmasi bo'lmasligi mumkin. Hatto ba'zi Xitoyning o'zi bo'lmasligi mumkin. Bizga davoyimizda eng chong to'solg'u bo'layotgan narsa ama şu bizning menimizni hukmronlik qilgan shu daydi cho'nqir yıldız tatib ketgan shu qulluq zihniyati balkim eng cho'ng to'solg'i bo'lishi mumkin. Bir mustamlika tadqiqotchisidan birisi bor, hozir ismini eslayolmadim. Shu kitobida bir jumla ko'rgan edim. Mustamlikachilarning eng cho'ng qurollari mustamlika qilingan xalqning mingisi deydi. Ya'ni mustamlikachilar xalqning mingisini kontrol qilish orqali ularni davomli qulluq holatida saqlashga hozirgi nurg'un siyosatlar, masalan, bizni 7-8 yil urib so'qib, anadan keyin ishni ozroq echib berish bilan hozir 7-8 yillik xo'rliqni, jafo mushaqqatni tortgan kunlarni darhol unutib ketgan nurg'un Uyg'ur bor. Ya'ni mushu dushmanlar, uzil-kesil dushmanni dushman deyemaslik ve o'zimizning ichidagi bu qulluq zihniyatini yiltizini qumurtanmaslik, paçaklayanmaslık, chet eldeki muhaciretdeki Uyg'urlar
to'liq hal qilib bo'lolmayotgan eng qo'rqinchliq fikriy tushaklarimizni birisi bo'lishi mumkin. Men Qur'on oyati orqali Bani İsrail qissasi orqali buni mundaroq izohlayman hozircha. Xo'sh, xo'sh.